Mebel ishlab chiqarish. Polsha. Joylashuv Poznan shahri. Talab qilinadi. Erkaklar. Ish sharoiti. Birinchi, yopishtirish. Yumshoq mebellarning, divanlar, kreslolarning karkaslari bilan ishlash. Yog'och yoki metal asosga porolon, sintepol yoki boshqa yumshoq materiallarni yopishtirish. Vazifa karkasni keyingi mato bilan qoplash uchun to'g'ri va ehtiyotkor tayyorlash. Asosiy bosqichlar: sirt tayyorligi, tozalash, o'lchamlarni tekshirish. Yopishtiruvchi moddaning qo'llanilishi, cho'tka, valik, purkagich. Porolon yoki boshqa materiallarni joylashtirish va tekislash. Mahkamlash mustahkamligini tekshirish. Talab qilinadigan ko'nikmalar: ehtiyotchilik, diqqat, porolon va mebel materiallari bilan ishlash tajribasi istalgan. Yopishtiruvchi moddalar bilan ishlashda xavfsizlik texnikasi bilan tanishlik. Ikkinchi, qadoqlash, upakovka. Tayyor mebel yoki uning elementlari saqlash va tashish uchun ishonchli qadoqlanishi kerak. Asosiy bosqichlar: tayyor mahsulotni tekshirish, nuqsonlar, ifloslanishlar yo'qligi. Plastik pleyka bilan o'rash, strech, pufakli, ba'zan karton bilan birgalikda. Burchaklar va xira qismlarni himoya qilish. Kartondan, porolondan yoki plastikdan burchaklar. Belgilash va yorliqlarni yopishtirish. Manzil, buyurtma, shtrix kod. Tayyor mahsulotni omborga yoki transportga ko'chirish. Talab qilinadigan ko'nikmalar: jismoniy chidamlilik, mebel qismlari og'ir bo'lishi mumkin, qadoqlash sifatiga e'tibor, lenta mashinalari, skoch qurollari bilan ishlash ko'nikmasi. Maosh 2026 25 PLN netto soatiga. Brigadir, lider uchun qo'shimcha plus 1 PLN netto soatiga. Shartnoma turi: umova zlitseniya. Ish jadvali: bitta smena 06:00 dan 14:00 ga. Kelishilgan holda qo'shimcha soatlar olish mumkin. Shanba va yakshanba kunlari dam olish kunlari. Tushlik 10 da 20 daqiqa. Tanaffuslar 08:00 da 5 daqiqa, 12:00 da 5 daqiqa. Ish kiyimi taqdim etiladi. Narxi ish haqidan ushlanadi. Turar joy 18 PLN kunga ish haqidan ushlanadi. Joylashishda o'zining pastel bezaklari bo'lishi shart. Ko'rpa va yostiq qoplar taqdim etiladi. Ishga borish ommaviy transport vositalari bilan o'z hisobiga. Talablar: kamida 3 oy ishlashga tayyorlik.